Yoz yomon Matiz ko'rsataman, shoshilmasdan videoni ko'rasiz. 2012-yil kraskasi почти top toza. Mashinani o'zida petnosi bor ekan. Kelisdan ham ustida eshittirib olasiz, kichkina petnosi bor ekan. Tiniq holatda mashina 160 ming yurgan. 4 yumshoqdan chiroyli 8 diskasi tiniq holatda. Tonirovka ruxsati bor. Mashinani olasan, prosta minasan degan mashinaga haqiqatda komfort. Des mashina, chexol, polik, leloni, bar. Qarang, bonusga ratsiya ham bor ekan. Video registratori, pulti bor ekan, orqasida ikkita kolonkasi bor ekan. Tiniq holatda. Olasani prosta minasan degan Matiz Bes hozir. Tiniq holatda. Yaxshi inson bo'lsa generalni yozib beraveraman deyapti. Qarang, ikkita kolonkasi, metani, zapaskasi joyida turibdi. Zadniy kamerasi holati yaxshi. Mashinaning hech qanaqa rasxod yo'q, stoplarigacha yangi turibdi. 2012-yil tiniq. Xo'p. Ravon brendi emblemlar qo'yib patovoylar qilingan ekan. Xo'p. 4 tali motori, rul gidravlika, konditsioner, birinchi paketli gaz holati yaxshi. Patovoyga e'tibor bermabdi, patovoy ham stoykalar ham chiroyli qilingan ekan. Narxiga kelsa, narx aka aytayapti 2012-yil 163 ming yurgan. Ashadda petnosi mana shu Navarrochini holatiga $4700 deyilyapti. Yana bir qator o'zi bilan aka bilan kelishasizlar. Akani men o'zini bostirishga urindim mana.